Assalomu alaykum aziz do'stlar, gruppadoshlar, obunachilarim. Bugun mana ko'pchilikda iltimoslariga binoan antorium gulni qanday qilib bo'lamiz deb iltimos qilishganda shuni ko'rsatib bering deb nima qilishganiga shu bir ko'rsatib beray deb videorolik syomka qilib nima qilgim keldi. Hozir shuni bo'lishni o'rgatib ko'rsatib qo'yaman. Endi hammani o'zini stili bor, men o'zim stilimda bo'laman. Xo'p, mana antorium bu bozordan olib kelingan. Buni birinchi yumshatib olaman. Xo'p, mana tomirlari to'la bo'lib ketgan. Birinchi mana qaraymiz, chirigan tomirlari bo'lsa, olib tashlaymiz buni. Xo'p, bu toza ekan. Mana shu yerda chirigan tomiri bor ekan. Bularni tozalab olib tashlaymiz. Xo'p, keyin sekin tomirlarini chiqarishni boshlaymiz. Video cho'zilib ketmasligi uchun men bo'linib nima qilaman. Hozir sal tozalab olay, yana kadrga kiraman. Mana do'stlar, sekin-sekin buni nimasi olinadi. Turpog'i tushiriladi. Bunday qilib aylantirib sekin-sekin turpog'ini tushiramiz. Tomirlarini bo'shatamiz. Juda осторожно qilish kerak buni. Hozir yana dalsha bo'lay, yana nima qilay? Tomirlarini tushiray, yana kadrga kiraman. Xo'p, mana tepadagi tomirlarni sekin uchini topib, sekin-sekin bunday qilib bo'shatamiz. Shularni bitta-bitta bo'shatib chiqish kerak. Hozir bo'shatib yana ko'rsataman. Xo'p, mana почти bo'shatib oldim buni. Yana ozgina qoldi. Mana hamma yo'g'ini tepadagi nimalari bo'shadi. Endi buni hozir yana ichlarini nima qilib, keyin bo'lish harakatini qilamiz. Hozir yaxshilab tozalay. O eski turpog'i ozgina qolsa yaxshi bo'ladi. Tak asosiy polniy almashadi turpog'i. No eski qolsa ham hech narsa bo'lmaydi. Mana asosiy tomirlari mana zo'r, hamma yo'q zo'r. Hozir endi bo'lish harakatini qilamiz. Xo'p, qaranglar. Endi mana buni har bir 3 taga bo'linar ekan bu. Har bitta bargini, har bitta gulini bunday qilib 3 taga nimasini topib, hammasi chigal bo'lib ketgan bo'ladi. Buni sekin bo'shatib olish kerak. Mana masalan bunisi bu yoqqa ketgan, bunisi bu yoqqa, har bittasini nima qilish kerak. Buni mana aylantirsa, mana bu yerda ham mana bunisi bu yoqqa ketgan, hammasini ajratib olish kerak. Keyin sekin buni aldab sekin tortamiz, mana qilib bo'lishga harakat qilib, sekin mana shu qirsillagani chatadi buni. Maylarni tozalab, sekin hozir men cho'pigim bilmadim qayerda qolib ketdi, sekin cho'pik bilan tozalab bo'linadi. Hozir men bo'lay, keyin ko'rsataman darish. Xo'p, mana do'stlar, juda qiyin bo'lindi bu. Mana bo'lib oldim har bittasini. Xo'p. Bu 3 taga bo'linadi. Mana
Mana shu tarzda bo'lib oldim. Ko'rinyaptimi? Xo'p, endi hozir manalarni ajratib qo'yay. Mana qarang, bu go'galarning tomiri bunaqasi chiqyapti. Mana tomirchalari. Xo'p, endi buni men ko'rsatib beray. Eng asosiy joyi. Mana bu Xitoylik akalarimiz buni birinchi ekkanda manaqa nimalarga ekishadi-da. Nima deydi buni? Xullas mashinasini olib tashlash kerak. Bo'lmasam bu narsa namlikni mana namlikni saqlab shu tomirni chiritishga nima qiladi, mana qarang mana. Shularni mana olib tashlash kerak. Buni iloji bor bo'lsa qandaydir ilmoq bilanmi bir narsa bilan olish kerak edi. Xullas mana bu yerdagi asosiy nimalarni bo'shatish kerak. Mana bo'ldi, mana past tozalanib bo'ldi. Mana shu tomirchasi bo'sh bo'ldi. Endi bu bemalol o'sib nima qilaveradi. Hozir men qo'yganlarni ham tozalab olay, keyin dальше ko'rsataman. Xo'p. Agar ajrataman desangiz, mana bunday bolachalari bor bu yerda. Mana. Mashina sekin, juda akkuratni qilib chiqarib olsak bo'ladi. Ajratsak hozir. Tomirlari juda chigallashib ketgan. Juda akkuratni ajratish kerak. Mana. Mana shu bolachasi, mana ajratdik. Xo'p, yana shu tarzda yana boshqalarni ham hozir ko'raman. Xo'p, mana ikkita bolachasi chiqdi. 3 ta katta chiqdi. Endi bularni ekamiz. Ekkanda kattalarini tomiri kattasini o'zini tuyaga ekib qo'ysa bo'ladi. Qolganlarni sal kichkinaroqlarga ekiladi. Mana oshiqcha bunaqa barglarni olib tashlaymiz. Hozir ekish jarayonini ham ko'rsatib beraman. Men hozir turpoq tayyorlayman. Turpoq tayyorlashni keyin ko'rsataman. Hozir menda tayyor turpog'im bor. Shunga ekiladi. Xo'p, mana do'stlar, endi buni ekishga o'tamiz. Mana tomirlari toza, hamma yog'i zo'r. Xo'p, buni tuvakka solamiz. Tomirlari sig'masa, buni mana aylanpa dijeniya bilan sekin joylashtiramiz ichiga. Mana shu tomir sinib qoldi-da. Mana bunday qilib aylantirsak o'zi joylashadi. Xo'p. Mana shu tarzda endi ekamiz buni. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bunday qilib yonboshlariga uradigan bo'lsak, hamma bo'sh joylariga kirib ketadi turpog'imiz. Sal ezib olamiz. Xo'p, mana hozir men ekib olib
почти tayyor уже. Ikki bo'lib, hozir yana dальше ko'rsataman. Xo'p, mana ikki bo'ldim. Esimdan chiqib qopti. Buni ichiga bir tabletka glikoladin ham so'raman. U chirishni oldini oladi, tomirni chiritmaydi. Bitta tuvakka bir dona tabletka. Mana bitta tuvakka bir dona tabletka solinadi. Xullas shu, keyin shu bilan mana chekkasidan aylantirib sug'arib qo'yaman bir marta. Xudo xolasa keyin уже buni tagidan sug'arishni boshlanadi. Yog'larni endi bilsanglar kerak. Shu birinchisida tepasidan yaxshilab sug'arib nima qilaman. Endi o'ta yaxshilab emas, normalniy suv qo'yaman bunga. Где-то yarim chinicha ketar. Qaramanda sostoyaniyasiga qarab nima qilaman. Xullas shu, hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, yana ko'rishamiz. Savollar bo'lsa beraverasizlar.